Mini Casablanca Hasanboyda. Hammaga assalomu alaykum. Hozir xonadonimizni ichkarisida Mini Casablancani ko'rasizlar. Hasanboyda 3 sotulik hovlini sotuvga chiqqan. Fasad Eron toshidan qilingan. Bitta mashinaga yetarli, ikkita mashinaga yetarli parkovka, elektr mashinalar uchun zaryadkalarni ham ustanovka qilib qo'yishgan. Yashil zonani уже zakaz qilib qo'yishgan. Hozir qanaqa bo'lishini sizlarga ko'rsataman. Endi bo'lsa, ichkarisidan hozir sizlarni Mini Casablancani ko'rsatib chiqaman. Marhamat. 3 sotuda qurilgan 5 ta xona. Etajimiz 3 etajdan iborat. Marhamat. Bismillah. Kiraverishdagi hol qismi. Bu bo'lsa, ayollarimiz yaxshi ko'radigan xonasi, kuxnya. Casablancani hamma ko'rgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir ko'rib o'zingizlar baho berasizlar, rostakamiga o'xshaganmi, o'xshamaganmi. Tak, dальше sayohatda davom ettiramiz. Mehmonlarni kutib oladigan zal qismi. Bu xonadonimizda orqa hovlisi ham bor. Shunda orqa hovlisini bitta ko'rsatib o'tasiz. Barbekyu zonalar bilan oila davrasida o'tiradigan sharoitlarni qilib qo'yishgan. Shunda bitta ko'rsatib o'ting. Xonadonni o'zlik uchun qilishgan, remontlarga ishlatilgan materiallarga pullarni ayashmagan ekan. Bu bo'lsa, pastda ota-onalar uchun spalni, eshiklarni qarang, eshiklarga bitta ahamiyat berib o'tasizlar. Voyshi, krasota, gap yo'q. Sanuzlarni qarang, hojatxonani. Ozgincha kam ko'zi bor, kam ko'zi xudo xolasa bir haftalarning ichida to'ldirib berishadi. Hozir ikkinchi etajdan xonalarni ko'rib chiqaman. Полностью mebel texnika bilan jihozlangan. Lestnitsani to'g'risi daraxt nomi esimdan chiqib ketdi. Birinchi spalni, marhamat. Bu spalnidagi to'g'risi mana bu hojatxonasini qarang, sanuzlarni qarang. Voyshi, krasota. Ispanskiy kafeda ishlatilgan ekan. Panoramli oynalar bilan. O'zini garderob bilan keling, dальше bu xonada. Ya'ni bitta xona detskiy, o'g'il bolalar, qiz bolalar uchun. Oxirgi spalnini ham ko'rsatib o'taman. Inshaalloh havas qilib niyat qilganlarga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Ya'ni bitta spalni, panoramli oynalar bilan havas qilib niyat qilganlarga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Inshaalloh bemalol telefonlashib kelaverasizlar. Hammaga rahmat.